Assalomu alaykum hammaga, Tanjoniylar salomi. Hozir o'tirib bir narsa esimga tushdi, shuni sizlar bilan bo'lishim keldi. Oldin ko'chalarda, bozorlarning oldida angishvona o'yini bo'lardi. Bir kishi kichkina shariyni angishvona ichiga qo'yib o'ynardi, to'g'rimi? 3 ta angishvona bo'lardi. Shariyni topganga yutuq pul berishardi. O'tda 5-6 ta odam o'zini odami bo'lardi. Kelib bitta qo'shilganga olov yoqib, mamida deb qo'lidagi uzugini ichib, mana shunga tikdim deb anlab, xullas pulingdan tortib olardi. Hozir shunaqa yangi o'yin chiqqan, angishvonani boshqachasi. Amerikadan lotereya o'yini deb YouTube'larda chiqib qoldi mana. Men shu o'yinni 3 soat o'tirib kuzatdim va qo'shilib ko'rdim, o'ynab ko'rdim. Xullas 90 ming to'laysiz dedi. Kartadan o'tkazib berdim 90 ming o'nliga. O'yinni tomosha qildim. Menga qizilidan, ko'kidan 10 ta, 20 ta lotereya ajratishdi. Xullas o'sha lotereyani o'ynadi. O'tda endi ancha-muncha summa dollar chiqdi. YouTube menga. Endi dedi 1.900.000 to'laysiz dedi. Xullas 2 million pulni prosta tak o'ynatib oldim. Shundoq. Endi operatorimiz chiqadi, hozir sizga aloqaga dedi. Operator aloqaga chiqdi. Endi dedi siz nalog to'lashingiz kerak 7 million qanchayam. Endi u yutug'i olishim uchun bu angishvonaning bitta turi. Xullas 2 million pulni shundoq prosta tak berib yubordim, o'zim tushunishim uchun. Bu aldov qanaqa ekan bo'ladi deb kuzatdim va shu aldovga kirdim o'zim atikdan. Prosta tak 2 million pulni berib yubordim. Endi nima demoqchiman? Bu lotereyaga ishonmanglar. Sizlarni aldaydi. 2 million, 7 million qancha ham bo'lsa, 8-9 million pul shu prosta tak ketdi meni yutug'imga. O'tda ancha-muncha dollar summa yutuq chiqdi menga. O'sha pulni olaman deb bor yo'g'inglarni berib olmanglar. Shuni aytib qo'ymoqchiman. Bu juda ham yolg'onchi o'yin. Bu angishvonaning boshqa turi. Ular Allohdan qo'rqmaydi. Birovni pulini yeyish yaxshi ko'radi. Ular mashina qilib mashinist bilan shug'ullanadi. Hamma o'yinga ishonmaydi. U juda ham yolg'on. O'tda kommentariy yozyapti mana ko'pchilikda. Ular o'zini odami kommentariy. Rahmat. 40 ming dollar yutug'i pulimni oldim. Rahmat. Yoki 50 ming dollarni oldim. Rahmat. Yoki 400 ming dollar oldim deb kommentariy o'ziniki shu o'zini o'yinida 5 ta, 6 ta odam shunaqa o'yin qilyapti. Bitta kirib qolgan begona odam puliga kuyib qoladi. Pulga kuymanglar. Hamma narsaga ishonmanglar. Bular juda ham yolg'onchi bular. Juda ham yolg'onchi. Angishvonaning bir turi deb bu. Shunaqa. Ehtiyot bo'linglar, juda ham ehtiyot bo'linglar.